Bismillah. Demak, majburiy matematikaga bag'ishlangan 4-testimiz tahlilini o'tkazamiz. Xo'p, demak, birinchi misolimizda quyidagicha yechamiz. Avvalo qavs ichini bajarib olamiz, ya'ni mana bu birinchi ayirish amali bajariladi. Birinchimizda demak 4,2 dan ayirib yuboramiz 8,6 dan va kichkina sondan katta sonni ayirganimizda albatta minus son chiqadi va kattasidan kichkinasini shunchaki ayirib qo'yamiz. 8,6 dan 4,2 ni ayirganimizda 4,4 degan javob kelib chiqadi. Endi o'rniga borib qo'yamiz. Shunda minus 5,6 ayru qavs ichida minus 4,4. Endi qavs ochganimizda mana ikkala minus ishoralari plusga aylanib qoladi. Demak, minus 5,6 plus 4,4. Endi ikki xil ishora bo'ladigan bo'lsa, ular bir-biridan ayrilib ketiladi. Demak, 5,6 dan 4,4 ayirsak 1,2 faqat kattasining ishorasi qo'yiladi, ya'ni minus ishora qo'yiladi. Demak, bu javobimiz bizda C variantiga mos keladi. Xo'p, ikkinchi misolimizga o'tamiz. Amallar tartibi to'g'ri ko'rsatilgan qatorni toping deydigan. Demak, bu misolimizda demak tartib bo'yicha ketish kerak aslida. Demak, birinchi ishimiz bu bo'lish amali bajariladi. Ikkinchi ishimiz ko'paytirish amali bajariladi. Uchinchi ishimiz esa ayirish amali bajariladi va to'rtinchi ishimiz qo'shish amali bajariladi. Demak, ko'paytirish bilan bo'lish amallari qo'shish va ayirish amallaridan yuqoriroq bo'lganligi sababli ular birinchi bajarib olinadi. Lekin ikkalasi teng kuchli. Qaysi biri birinchi kelsa, shu bajariladi. Shuning uchun birinchi bo'lish bajarildi. Keyin esa ko'paytirish bajarildi. Endi 3 va 4 amallarimiz xuddi shunday ketma-ket ayirish amali, keyin qo'shish amali bajarilyapti. Demak, bo'lish, ko'paytirish, ayirish, qo'shish amalimiz bu bizda C variantiga mos kelyapti. Navbatdagi misolimiz, 3-misolimizda to'g'ri to'rtburchakning perimetri 40 ga teng. Bo'yi endan 4 sm qisqa bo'lsa, uning yuzini toping degan savol beryapti. O'zi to'g'ri to'rtburchak perimetr qanday topilardi? 2 ko'paytirilgan a plus b barobar 40 degan formula orqali topiladi. Demak, mana shundan foydalanadigan bo'lsak, hop, a plus b ning qiymati 40 ni 2 ga bo'lganimiz teng bo'ladi, ya'ni 20 ga teng bo'lib qoladi. Endi aytyapti, bo'yi endan 4 sm qisqa. Ya'ni masalan a ni topadigan bo'lsak, bo'yidan, ya'ni a bo'yida faraz qiladigan bo'lsak, bo'yi endan 4 sm qisqa. Demak, 4 ni ayirib yuboramiz va buni mana bu yerdagi a ning o'rniga qo'yamiz. Demak, b ayrilgan 4 qo'shilgan b barobar 20 ga teng. Bundan 2 ta b barobar minus 4 imiz o'ng tarafga o'tadi. 24 plus 4 bo'lib qoladi va bundan 2 ta b ning qiymati 24 va bitta b ning qiymati esa 12 degan javob kelib chiqadi. Bu endi buni olib kelib qo'yadigan bo'lsak, a ning qiymati 8 ekanligi, chunki 12 dan 4 ni ayirsak 8 degan javob kelib chiqadi. Demak, bizda to'g'ri to'rtburchakning tomonlari a va b lar topildi. Endi uni yuzini topib qo'yamiz. Yuzni topishlik uchun a ko'paytirilgan b degan formula orqali foydalansak, 8 ko'paytirilgan 12 bu 96 santimetr kvadrat degan javob bo'lib qoladi va bu bizda A variantiga mos keladi. Xo'p, navbatdagi 4-misolimizga o'tamiz. Rasmdagi ma'lumotlardan foydalanib, Toshkentdan Qarshigacha bo'lgan masofani toping degan savol beryapti. Xo'p, birinchi Toshkentdan Samarqandgacha bo'lgan masofa, mana e'tibor beramiz, 300 km. Va Samarqanddan Qarshigacha bo'lgan masofa esa 150 km. Endi Toshkentdan Qarshigacha bo'lgan masofani topishlik uchun ikkalasini nima qilish kerak? Albatta, qo'shib kerak. Demak, 300 km ga qo'shaman 150 km ni. Shuni javobimiz 450 km degan javob kelib chiqadi. Bu esa bizda C variantiga mos keladi. Xo'p, navbatdagi misolimizga o'tamiz. Xo'p, navbatdagi misolimiz 5-misol. Tarozi pallasi teng bo'lsa, qovunning og'irligini aniqlang degan savol beryapti. Xo'p, e'tibor beramiz. O'ng tarafda 5 kg, chap tarafda qovunning og'irligini x deb oladigan bo'lsam, uni oldida 1 kg tosh bilan 200 gramlik tosh bor. Demak, qovun og'irligiga qo'shaman 1 kg 200 gram. U degani 1,2 kg ga to'g'ri keladi. Barobar 5 kg ga teng. Demak, qovun og'irligini topishlik uchun 5 kg dan 1,2 kg dan ayirib yuboramiz. Bunda 3,8 kg degan javob kelib chiqadi va bu bizda B variantiga mos keladi. Xo'p, navbatdagi misolga o'tamiz. 6-misolimizda tenglamani yechilgan. Xo'p, demak, qavsni ochib yuboramiz. Mana bu 2 ham 3 ga ham x ga ko'paytirilib ketiladi. Demak, 6 minusdan 2x barobar. Xuddi shu tarzda 4 ni ham ko'paytirib oladigan bo'lsak, 4 kere 2 8 minus 4 kere 2 4x bo'lib qoladi. Endi tenglamani qonun qoidasiga ko'ra noma'lumlar bir tarafga, sonlarni esa bir tarafga olib o'tamiz. Minus 4x ni chap tarafga o'tsa, plus 4x bo'lib o'tadi. Minus 2x barobar 8. 6 ning ishorasi plus 6 o'ng tarafga esa minus 6 bo'lib o'tadi. Shunda 2 ta x barobar 2 ga teng va bundan bitta x ning qiymati 1 ekanligi kelib chiqadi. Bu bizda B variantiga mos keladi. Navbatdagi misolimiz 7-misolimizda
Xo'p, 8 detsimetr 9 santimetrimiz necha millimetr degan savol beryapti. Avval 1 santimetrimiz 10 millimetr ekanligini bilamiz va bundan 9 santimetrimiz qancha bo'ladi? Shunda 90 millimetr ekanligi kelib chiqadi, to'g'rimi? Endi 1 detsimetrimiz qiymati 100 millimetr bo'ladi. Demak 8 detsimetrimizning qiymati esa 800 millimetr bo'ladi. Endi ikkalasini qo'shib qo'yamiz. Shunda 800 qo'shilgan 90, bunda javobimiz 890 millimetr degan javob hosil bo'ladi. Bu esa bizda D variantga mos keladi. Xo'p, 8-misolimiz. Quyidagi misollarning qaysi biri 12 ga qoldiqsiz bo'linadi degan savol beryapti. Xo'p, o'zi 12 ga bo'linish qoidasi nima edi? 12 ga bo'linish qoidasi to'g'rilam 12 ga bo'lish qoidasi bu 4 bilan 3 ga bo'lingan son 12 ga ham qoldiqsiz bo'linadigan xossa bor. Demak, bundan kelib chiqadiki, demak 4 ga bo'linishni tekshiramiz va 3 ga bo'linishni tekshiramiz. Qaysi biri bo'linsa, shu javobni qabul qilamiz. Hop, 4 ga bo'linish qoidasi nima? Masalan, birinchi sonimizni tekshiramiz. 4 ga bo'linish qoidasi oxirgi ikkita raqami 4 ga bo'linsa. Hop, bunda 24 4 ga bo'linadi. Demak, bu sonimiz 4 ga bo'lindi. 3 ta bo'linish qoidasi-chi? 3 ta bo'linish qoidasi raqamlar yig'indisi 3 ga bo'linish kerak. Hop, 1 ga qo'shaman 6 ni qo'shaman 2 ni qo'shaman 4 ni va bunda umumiy hisobda 13 degan javob kelib chiqadi. Lekin bu sonimiz 3 ga nima qilmas ekan? Bo'linmas ekan. Demak, bu 12 ga ham qoldiqsiz bo'linmaydi. Hop, buni o'chirib tashlaymiz. Xo'p, endi navbatdagisi 6128 ham tekshiradigan bo'lsak, oxiridagi 28 4 ga qoldiqsiz bo'linadi. Demak, 4 da muammo yo'q. Endi 3 niki raqamlarni qo'shamiz. 6 plus 1 plus 2 plus 8. Bunda esa 17 degan javob kelib chiqadi. 17 ham 3 ga bo'linmaydi. Demak, bu sonimiz ham 12 ga qoldiqsiz bo'linmaydi. Xo'p, C variantimizda oxirgi ikkita raqam 38 4 ga bo'linmagani sababli 3 ga tekshirib o'tirish shart emas. Demak, bu ham nima qilinmadi? 12 ga qoldiqsiz bo'linmadi. Demak, A, B, C javoblar chiqib ketganligi sababli D javobimiz to'g'ri bo'lib qoladi. Endi tekshirib ko'ramiz. Oxirgi ikkita raqami 4 ga qoldiqsiz bo'linadi. 4 dan muammo yo'q. Endi raqamlar yig'indisi 3 ga bo'linish kerak. 5 qo'shilgan 4 qo'shilgan 3 qo'shilgan 6. Bunda esa 18 degan javob hosil bo'ladi. Bu 3 ga ham qoldiqsiz bo'linadi. Demak, 3 ga ham 4 ga ham bo'lingan sonimiz 12 ga ham qoldiqsiz bo'linadi va bu javobimiz bizda D variantga mos keladi. Xo'p, navbatdagi misolimiz 9-misolimizda. Xo'p, ushbu misolda hisoblanyapti. Xo'p, biz bunda butundan butunni, kasrdan kasrni ayirib yuboramiz. 12 dan 6 ni ayirib olganimizda 6 qoladi. 4 taqsim 5 dan 5 taqsim 6 ni ayirganimizda umum mahraj 30 bo'ladi. Xo'p, birinchisi uchun 6 ta, ikkinchisi uchun esa 5 ta mahraj tegadi. Demak, 6 kara 4 24 ayrilgan 5 kara 5 25. Buni nima qilamiz? 6 24 dan 25 ayirganimizda minus 1 chiqadi. Shu minus o'rtaga tushib qoladi. Minus 1 taqsim 30. Va bu kasrni ayirishni nima qilardik? Mana bu 6 degan sonimizdan bitta qarz olamiz. 5 qoladi. Olgan bitta qarzimizni ikkinchisini mahraji necha bo'ladigan bo'lsa, ana shu sonimiz taqsim shu sonni yozib olsak bo'ladi. Ya'ni 30 taqsim 30 yozib olishligimiz mumkin bo'ladi. Chunki 30 ni 30 ga bo'lsak 1, 1 ga 5 ni qo'ysak yana 6 qaytib keladi. Minus 1 taqsim 30. Endi bundan yana ayirib qo'yamiz. 5 dan ayiradigan butun sonimiz yo'q. 5 ning o'zi mahraj 30, 30 dan 1 ni ayirib qo'ysak 29 degan javob hosil bo'ladi. Bu esa A variantga mos keladi. So'nggi misolimiz 10-misolimizda diametri 8 ga teng bo'lgan aylaning uzunligini toping deyilgan. Xo'p, diametri 8 bo'ladigan bo'lsa, radiusimiz diametrning yarmiga teng bo'lib qoladi. Ya'ni 8 ning yarmi 4 ga teng. Endi aylaning uzunligining formulasi 2πr degan formula orqali topiladi. Demak, shunga qo'yib qo'yadigan bo'lsak, 2π ko'paytirilgan 4, bu javobimiz 8π degan javob hosil bo'ladi. Bu esa bizda B variantga mos keladi. Mana shu bilan majburiy matematikaga bag'ishlangan 4-testimizni tahlili to'liq tugadi. E'tiboringiz uchun rahmat.